Xo'p, hurmatli parvozlar, mana Gano bilan karisdan chiqqan makorlar o'ta pixchi beradi bolani. Bu xo'rozimiz karis xo'roz. 1 tulay bo'ldi, makorlar 3 tulay. Xo'roz 5 kilo 300 hozirgi holat. Xiniqir qilib qo'yilgan, bitta ko'zi ko'r. 100 talik girach xo'roz. Makorlar ham girachi ular. Bolani ham o'ta pixchi beradi. 3 tulay makon, xo'roz 1 tulay bo'ldi. Juda toza narsa. Par sohasiga ham patlari ham umuman sinmaydi. O'sha tulov paytiga kelguncha xo'roz mahnday turadi. Xo'rozlar ham makorlar ham. Ishqibozlar bo'lsa, shularni bolalari bor akalar. Yaxshilab ko'rib olinglar mana. Tumshuq ham yog'iga e'tibor berib, tumshuqlar ham bunaqa uzun emas. Qattiq pista tumshuq. Xo'p. Mana akalar, xuddi shularni bolalari makon otasiga tortgan, qizil chiqqan. Xo'roz onaga tortgan. Makonni o'zi $100 akalar. Bu xo'rozni mana barmoq qiyshiqligi uchun buni bonusga qo'shib beraman. Ammo bo'ladigani mana. Makon onasiga tortgan, xo'roz otaga tortgan. 100 talik girachi, makon ham, xo'roz ham. Xo'roz makon bosaveradi, lekin endi oyog'i nogiron, u jangga yaramaydi to'g'risi. Shuning uchun bu bonus. Iyun oyida chiqqan. Ishqibozlar aloqaga chiqaverasizlar. Hali 800 ming, 1 million deb maydalashni kerak yo'q. Baribir ish bitmaydi akalar. Manzil Namanganda. Aloqaga chiqasizlar, ishlaring bitadi. Shuni pochta qilib chiqarib beraman. Kartaga kim pul tashab bersa, yo'l kirasini berib olib qoladi. O'zbekiston bo'ylab dastavka bor akalar. Makon hali tuxumda emas, bir 10-15 kunda kelib qoladi. Buni sherigini $100 ga sotgandim, tuxumga kirdi.